bo'lsa, Ozoda sizga alohida rahmat. Men yana qaytadan uzr so'ramoqchiman. To'g'risini aytsam, 10 kundan beri konsertingizga kelaman. Birinchi kun ham shunaqa xat beraman deb bu yoqdan qaytarib olishdi. Siz haqingizda boshqacha gumonda yurgan ekanman, men uzr so'rayman, chunki aksariyat san'atkorlarni xalqi o'zi ko'taradi, lekin xalqni o'zini mensimay qo'yishadi. Mana siz ham shunaqa odam bo'lsangiz kerak deb o'tirdim. Onamni hurmat qilib aytib bergan ashulangiz uchun sizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat sizga. Rahmat. To'g'risini aytsam, 10 kundan beri mana shu satrlarda aytish menga og'ir. Haqiqatdan. Chunki bir narsani ayta olaman. Men oldinlari onam bilan otam tirikligida menga aytishardi, Ozoda sen eng boy odamsan deyishardi, chunki ota-onang bor. Xo'p derdim endi. Ota-onam o'tgandan keyin bu gaplarning naqadar to'g'riligini his qildim. Naqadar to'g'riligini. Ota-onasi borlar, eng boy odamsizlar. Sizlarga havasim keladi. Bu dunyoda eng aziz bir inson. Eng aziz inson. Va eng azizi ota-ona ekan. Rahmat. Endi